Remonti zo'r uy ko'ngilni keng qilar ekan. 3 xonaki, mana ko'nglingizni keng qiladigan remonti zo'r. Xo'p, 3 xona, 4 xona qilingan, почти 80 kvadrat, Yunusobod 4-kvartal, g'ishtli, spetsdomda 3-qavatda uy chiqqan. Kir-yurishlari mana ko'rib turganingizdek chiroyli rangli ishlatilgan. Xo'sh, hammom, tualetlarni alohida qilib ketishgan. Mana bu yog'imiz vanna, mana stiralka qo'yadigan joyligicha qilingan. Xo'sh, endi mana bu yoqda, bu yoqda eng kichkina spalniy xonamiz. Mana hamma elektrika, santexnika hammasi noldan bo'libdi. Xo'p, ranglarni ham juda yangicha, oxirgi ranglardan tanlashgan. Mana bunamiz katta spalniy. Har qayerda katta bemalol shkaflarni hammasini joylashtirasizlar. Xo'sh, endi mana o'zi 3 xona bo'lgan, bet oshxona bo'lgan. Oshxonani ham mana xohlasanglar bitta detskiy xona qilib olasizlar, xohlasanglar o'tirib televizor ko'rib dam oladigan xona, xohlasanglar darsxona qilasizlar. Mana bu zal. Zali ham bir 5 ga to'g'ri katta keng, chiroyli zal, ranglari ham zo'r chiqqan. Endi mana balkonni qaranglar. Mana balkon bir 9 metrli balkon. Mana ranglarni ham juda chiroyli qilib qo'yishibdi. Yangi romlarni qo'yishgan. Mana bu yoqda kuxonning mebellari bilan. Uy juda zo'r, shinam, yangi remont. Xullas, o'zingizlar kelib baho beringlar. Kimga qiziq bo'lsa, pastki nomerga aloqa chiqinglar. Narxini 94 ming so'rashyapti. Kelishtiradigan joyi bor. Yangi uylar mana hammanglarga nasib qilsin. Tamom.